Davlatchilikning mal bahsi va ish haqininki haddan ziyoda to'van bo'lishi millionlagan chet elliklarni davomli qiziqchilik qilyotdi. Sonliq ma'lumot ko'rsatilishicha 2025-yili davlatimizga sayohat qilgan chet ellikning soni 35 milliondan oshishi mo'ljallangan bo'lib, davlat ishidagi mal bahsininki haddan ziyoda to'van bo'lishi ularni alohida jalb qilgan. Chunki hozir xalqaro iqtisodiy vaziyatdan qaragan chog'da chet elda pul paxalligi ig'ir bo'lib, chet elliklarning qiymati tushgan pullari davlatimiz kirgandan keyin qaytadan o'zining qiymatini topgan. Masalan, Londonda bir qachon Land Rover lag'manining bahsi 15 fond sterling. Yani bizning pulimizga 143 yen. Land Rover'da bo'lsa o'xshash bir qachon lag'manning bahsi 15 yendan 20 yengacha. Seul'dagi yo'l bo'yidagi joymalarda ikki xil qo'rim yeyish uchun 40 ming won. Ya'ni bizning pulimizga taxminan 200 yen kiradi. Bu pulga davlatimizda qo'saq etilib ketidek yapishgan bo'ldi. Hozir Shanxay va Tanga qaraydigan bo'lsak, rasmiy tushayotgan Koreya sayohatchilar bilan liq to'lganligini biz bayqay olamiz. Chongqing Huangyudongdagi taylandliklarning soni yerliklardan ko'p bo'lib ketdi. Hatto Sichuandagi Meshkiyiq bazasimi Yaponiyalik sayohatchilarning ko'pligidan Istanbulga ahvol kelib chiqdi. Yana bir tarafdan qaraydigan bo'lsak, qaynam tashqinlik tushunganlar bo'lsa, dal sayohatchilar bosh cho'kirib ishlab ular muloqot qilayotgani el ichidagi ishchan xalq. Mana bu reallik. Xuddi bir aynakka o'xshash bizning dunyo iqtisodidagi o'rnimizni ko'rsatib beradi. Dunyo iqtisodi hozir chet elda pul paxalligi, bizning davlat ichida pul qisqadan iborat parallat kelib qoldi. Shunga chegirdan kirib sayohat qilish asliga kelishga boshladi. Lekin chegirdan chiqib sayohat qildiganlar yana mozlab ketdi. Yana bir sonliq ma'lumot qaraydigan bo'lsak, bu yil Amerika aholilarining iste'mol baho ko'rsatkichi 2.18%, Yevropa aholilarining bo'lsa 2.12% bo'lgan. Lekin davlatimiz 9-oydan qilgan aholilarning iste'mol baho ko'rsatkichi bo'lsa -0.13% bo'lib, nurg'un iste'mol ko'rsatkichlari 10 yil burun qolib tushib qolgan. Meytondagi ma'lum bir boshqaruvchining oshkorlashicha, tamoq zakaz qiluvchilarning soni 10 yil ilgirki saviyaga tushib qolgan. Kino bilet kirimining amaliy bilet bahasi 2015-yillik saviyaga tushib qolgan. Ba'zilar mal bahasining to'van bo'lishi yaxshi emasmi deydi. Masala shuki, nurg'un sohada ish xizmatchilarining ish haqi pul paxalligini chiqarib aytgandan keyin 10 yil burungi saviyaga to'g'ri kelib qoladi. Ish haqining to'van bo'lishi mamlakat xarakterlik bir cho'ng masala keltirib chiqardi. Mamlakat ichidan qaragan chog'da bu xil ahvol normal ko'rindi. Agar bu xil ahvolni boshqa davlatlar bilan birlashtirib solishtirsak, ondan biz bu yerga farqni bila olamiz. Masalan, Koreyaning eng to'van soatlik maoshi taxminan 50 yuan xalq puli. Angliyadagi bir oshxona mulozimatining oylik maoshi taxminan 11 ming yuan xalq pulga yetadi. Amerikaning o'rtacha yillik maoshi 2013-yildagi 46.440 Amerika dollaridan hozirgacha ko'payib 65.470 dollarga yetgan. Mana bu davlatchilikka yoshlarning zavodga kirib ishlashni, iste'mol qilishni va farzandlik bo'lishni xohlamaslikning sababi. Mohiyatda o'xshash emgakning o'xshash bo'lmagan davlatlarda beradigan ta'minot farqi bek cho'ng bo'lib ketganlikdan. Amaliyotda ish haqining to'van bo'lishi emgakchilarning huquq manfaati haqiqiy turda kafolatga ega qilinmaganlikdan kelib chiqqan. Buning hargizmi odamning ko'p bo'lishi yoki raqobatning kuchli bo'lishi bilan cho'ng munosabat yo'q. Oldingi bir mezgilda davlat egiligidagi ma'lum banka Shanxay va Dalyanning xizmatchilarini qisqartish sababi bilan to'lam berganda ishlagan yil tarixiga yana 6 oylik maoshni qo'shib berish loyihasini o'ttirib qo'yib qo'ygan. 2025-yilda 1-oyda Beniz mashina shirkati davlatimiz rayonida xodim qisqartgan. Qisqartirilgan ish xizmatchilarining yil tarixiga yana 9 oylik maosh qetib bergan. Agar 2 oy ichida yangi xizmat topolmasa, yana 2 oylik maosh beradiganligini, bunda bo'lgan chog'da eng yuqori bo'lganda yil tarixiga yana 11 oylik maoshni qo'shib oladiganligini belgilagan. Shunga ba'zi turdashlar masxara qilib chet el korxonalarining xizmatchilari bilan tuzgini haqiqiy emgak to'xtami, davlatimiz xususiy korxonalarining xizmatchilari bilan tuzgini bo'lsa, jan va atnomsi deb masxara qilgan ahvollar kelib chiqdi. Garchi bundaq deyish biroz mubolag'a qilingan bo'lsa-mu, lekin ma'lum reallikni aks ettirib bergan. Emgakchilarning huquq manfaatiga bo'lgan hurmat ish haqi ta'minotida bevosita ifodalanib qoldi. Odamni eng o'ng'aysizlantirdigani biz ko'zga ilmaydigan Vyetnam, Hindiston qatorliq aqdigan davlatlarning ish haqi ta'minotimi ba'zi bizning davlatimiznikidan sal yuqoriroq chiqib qolgan. Savdo ministrligining dokladi ko'rsatilishicha 2024-yilda Vyetnam ishlarining ish haqi saviyasi davlatimiz ishlarining saviyasining 80% to'g'ri kelgan. Uning ustiga Vyetnam va Hindiston ishchilari noit ittifoq bo'lib, ish haqini o'stirib bermasa, kollektivlab ish tashlay oladi. Davlatimiz bo'lsa, ishlamasang o'rniga odam bor ketib olam deydi. Emgakchilar birlikda kelishim baho belgilash iqtidorini yo'qotgan chog'da yakka korxona oldiga tabiiy holda ojiz o'rg'ib uchib qoldi. Tek-tekda aytgan chog'da bu davrda haqiqiy taraqqiyot asli qimmat yaratgan har bir odamning ko'ngildagidek turmush kechirish imkoniyatiga ega qilish edi. Bu ortiqcha talab bo'lmasdan, balki erishishga tegishli eng odatga ehtiyojdir. Kasbni taraqqiy qildirishda agar texnika g'ilam kuchab, odamning izzat hurmatidan ko'rinmagan chog'da, korxonaning foydasini o'stirib, emgakchilarning ta'minotini o'stirmagan chog'da bunday taraqqiyot aman odamni oson chatqib qilishdan keltirib chiqardi. Bir jamiyatning madaniyatlik darajasini o'lchaydigan binolarning egizliklari emas, balki uning eng oddiy emgakchilarga bo'lgan bir pozitsiyasini ifodalab qo'ydi. Unda bu qitimli temiz mishada oxirlashda yoqtirgan bo'lsangiz bir tal yurak berib meni qaytib oling, texnik yaxshi bo'lgan mazmunlarni sizlarga davomli qo'llab turaman.